Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, qadrli do'stlar. Texi yaqindala ochilgan partiya 18-qurultayning dokladida muhit masalasi va ekologiya madaniyati ko'p qitim tilga ilindi va alohida sharhlandi. Ona tabiatni qo'g'dash va muhitga ko'ngil bo'lish barliq jamiyat a'zolarining muqaddas vazifasi va sharafli burchi. Biz ekran oldidagi barliq qarindoshlarga 18-qurultay ruhini izchillashtirish va uni xizmatlarimizda amillashtirish yuqori do'lqinga chiqqan mana mushundoq xosiyatli damlarda barliq kishilarga shundoq murojaat qilamiz. Bizning faqat birli yer sharimiz bor. Uni insof, mehr-muhabbat va qonun orqali qo'g'dayli. Biz mushu munosabat bilan bir qism mutaxassislarni bir yerga jam qilib, muhitimiz va taqdirimiz degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Jongo Palla Akademiyasi, Xinjiang Ekologiya va Jo'g'rofiya tadqiqot o'rnining oliy muharriri, Qurg'oq rayonlar jo'g'rafiyasi jurnalining muavin bosh muharriri Toshqin Jappar. Xinjiang Pedagogika Universiteti Coğrafya İlmi ve Sayahat İnstitutu'nun dotsenti Doktor Mag'firat G'ulam. Jongo Palla Akademiyasi Xinjiang Ekologiya ve Coğrafya Tadqiqot o'rnidan Doktor Alisher Qurbon. Ekologiya madaniyligi barpo qilish xalqning baxt saodatiga, Cumhuriyet milletlerinin kelgüsüge takılıdığan uzak müddetlik zor iş. Xinjiang Euro Asiya materikininki kurulunun merkezine joylashgan dengiz okeanlar bilan bo'lgan orliq intayin yeri. Şu iklimimiz qurg'oq, iklim qurg'oq, o'ligi miqdor oz. Bunda sharoit endi qaysi afat yuz berdi ekan deganda albatta qurg'oqchilik ortib. Bizde özümüz tabiatni o'zgartimiz deb, tabiatning aslidagi qonuniyatlariga hurmat qilmaslik sababidan biz nurg'ulg'an ofatlarga kelib chiqdik. Endi Toshqin efendim, ilgirki zamonlarda biz diqqat qilgansak, tabiatni bo'ysundirayli, tabiatni o'zgartayli degan shiorlarni to'lg'an. Ammo bu qitim mushu partiya 18-qurultayning dokladida tabiatga hurmat qilayli degan so'z boshdan oxir alohida sharhlandi. Buningda qanday bir yuksak maqsad bo'lishi mumkin? Partiyaning 18-qitimlik qurultay so'zlangan dokladda Hu Jintao mandaq bir nuqtani ta'kidladi. Ya'ni ekologiya madaniyligiga ko'ngil bo'lish, mushu ishni zo'r kuch bilan ilgari surish to'g'risida to'xtalib, ekologiya madaniyligi barpo qilish xalqning baxt saodatiga, Cumhuriyet milletlerinin kelgüsüge takılıdığan uzak müddetlik zor iş. Baylık çekilmesi keskinleşivatkan, muhit bulgunish intan eğirleşivatkan, bu ekosisteminin nacharlışı küçüyivatkan keskin vaziyat aldıda tabiatga hürmet kılıdığan, tabiatga layıklaşıdığan, tabiatni asraydigan mushundaq bir ekologiya madaniyligi barpo qilish, ekologiya madaniyligi qurilishini iqtisodiy qurilish, siyosiy qurilish, madaniyat qurilishi, undan keyin ijtimoiy qurilishning hammasiga, har bir ish halqalariga, hatto butkul jarayoniga singdirib, bundan keyingi ishlarimizda Junguni tirishib, texnik go'zal qilib qurib chiqish, Cumhuriyet millatlarının mangulik taraqqiyotini ishga oshirish kerak deb ta'kidladi. Bundan boshqa Hujintoyina devletimizden baylık tejash ve muhit asrash asosiy siyasetini davomlashtirib, baylık tejashni oldin o'rin qo'ydigan, baylık asrashni oldin o'rin qo'ydigan, bu ekologiyaning tabiiy asliga kelish kuchini asos qiladigan siyosatlarimizda ching turib, baylık tejaydigan, ekologiyalik muhitni asraydigan makon andizasi, kasblar qurilmasi, ishlab chiqarish usuli, turmush usulini shakllantirib, ekologiyalik muhitning kun sayin nacharlashayotgan mushundaq bir yuzlanishni tub manbadan o'ngshab, xalqning ishlab chiqarishi va turmushi uchun normal muhit barpo qilish, butkul yer sharining ekologiya bexatarligiga to'p qo'yish kerak deb o'tirib qo'ydi. Biz markaziy komitetning mushundaq bir strategik umumyuzlik o'rinlashtirishidan nima his qilamiz deganda, bizning kompartiyamizning ekologiya madaniyligi barpo qilish jihatda ideya jihatdan yildan yilga borgan sari pishib yetilayotganligini his qila olamiz. Mag'firat xonim,
Siz bu oliy maktabni qachon bitirgan? Men Şinjan Pedagogika Universiteti Coğrafya Fakültesini 1988-yılı okuş bitirdim. Okuş bitirip bolgandan keyin fakültet okutquchilikka qaganda buyan ta hazır kadar Coğrafya Fakültesida tabiiy coğrafya kasbi bilan shug'ullanib kelyapman. Siz orliqda bilim oshirish zaruriyati bilan Fransiyada o'qibsiz. Qancha yil o'qidingiz Fransiyada? Men ilgari axir bo'lib Fransiyadan 8 yil turdim. Ham magistrlik, ham doktorlikni o'qidim. Undaqda shu doktorlik maqolangizni balki shu tabiiy ofatlarga bag'ishlangan kelkun haqida yozganmi? To'g'ri, kelkun haqida yozdim. Şinjanimiz Qarqash daryo, etcetera tanlash orqali o'zim yashagan yurtimga o'zimizdagi bir ofatni, o'zimizdagi bir daryolarni misolga elish orqali shuni bir tadqiq qilib chiqay. Müş arqılıq bir yurtumda xalqımga biraz müşaqqiq tədqiqatımni bir desem bunun bir töhfə boldu ekan. Müş afət 7-ci ay 8-ci ay taza dehallardan molosuz aldığa vaqt to'g'ri kelib. Masalan bizning Şinjanga tahdid selayotgan tabiiy ofatlarni qisqa qilib sanab beramsiz. Qaysi ofatlar bor? Şinjanda yuz beradigan tabiiy ofatlar nihoyat ko'p. Endi kelkun afati deymiz, qurg'oqchilik afati deymiz. Anda möldür aptimiz, yer tevreş apti, anadaki yiziklik ziraatlarga kesel tegiş apti, qar apti, qurgaq ıssıq şamal. Ama hazır yakın kışlardan bu yan kum boran apti, mana emmeylen duç kelivatımız bu apetli küçük var. Endi şu Şinjanda tabiiy ofatlarning ko'p yuz berishida bir necha nuqtani sharhlaysangiz, qanday sabablar bor? Yakın yıllardan bu yan bu tabiiy afat iniqlim bergan vaqtimizda tabiiy omillar, onun masalda insonlar omillarining ta'siridan yuz berayotgan insonlar jamiyatining ziyon uçurishini biz bu tabiiy afat deb qaraymiz. Agar insonlar jamiyatiga ziyon zahmat etganmisa, buni biz tabiat hodisi deb qaraymiz. Ham ekkilayotgan hozir bizga ziyon. Ham buni ixchamlab degan vaqtimda asosligi tabiiy omillar, insonlar omili deb ikkiga bo'linish to'g'ri. Bu joydagi tabiiy omil deganimiz qaysi degan oldidan hammalarga ma'lum Şinjanning joylashgan coğrafiyalik o'rni. Coğrafiyalik o'rni deymiz, yer shakli, klimati, o'zi xos alayida klimati va geomorfologik qurilmasi, geologiyasi qatorliq bir tabiiy omillar, tabiiy shart-sharoitlar bundan har xil tabiiy ofatlarning yuz berishiga asosli sabab bo'lib qolgan shart-sharoit yaratib bergan. Coğrafiyalik o'rni desa hammamizga ma'lum Şinjan Yevro Osiyo materikininki qurilgan markaziga joylashgan. Dengiz okeanlar bilan bo'lgan orliq intayin yirik. Shu iqlimimiz qurg'oq. İqlim qurg'oq, o'liq miqdor oz. Bunda sharoit endi qaysi ofat yuz berdi ekan deganda albatta qurg'oqchilik ofati. Yer shakli qiyofatimizga, ya'ni geomorfologiyalik yer qiyofatiga nazar soladigan bo'lsak, Şinjanda cho'ng taqdimiz orasiga joylashgan ikki o'ymonlikdan tarkib topgan yer shakli qiyofatiga ega deb so'zlaymiz. Bu shunga bu joyda endi yomg'ir ofati ko'p yuz berdi, qor ofati yuz berdi deymiz. Pastaq balvaqlarimiz ko'p. Pastaq joylarda bo'lsa geologik, tektoniklik harakatlar, uzilma harakati, magma harakati degan intayin avjagan o'rin. Bu joyda yer tevreş hareketi, örülüş, seriliş, qatorliq ofatlar ko'p yuz berdi. Undan keyin bizning o'ymonligimiz bor edi, keng ketgan o'ymonlik tuzlanlik rayonimizda. Bu joyda hamda yerningki qumlashib ketishi, sho'rlashib ketishi, qumboran afati, qatorliq ofatlar yuz berdi. Buning sababchi bo'lganini qaysi Şinjanda unutib qolmasak bo'ldi. Ikki cho'ng qumliq bor. İctimai omillarga qarab baqadigan bo'lsak, hammamizga ma'lum nopostni tez surat ko'payyapti. Ondan sanoatning tez taraqqiy qilishi, endi ijtimoiy ekologiyalik muhitning buzilishi, tangpuqliqning buzib tashladi. Buning masalda yana bir qism tabiiy ofatlar maydon kelyapti. Aslida tabiiy ofatlarni kuchaytiryapti, zo'raytib bordi. Endi Alisher apandim, shu bu qitimqi qurultay doklatiga boshdan oxir diqqat qilsak, şu ekologiya madaniylik qurilishi degan so'z ko'p qitim takrorlandi va alohida bir yorqin so'z sifatida nihoyat mufassal buningga aniqlik berildi. Endi balkim sizmi şu ekologiya madaniyligini ilgari surish deydigan shu qurultaydagi shu bayonga alohida diqqat qildingizmi deyman. Shunda sizning diqqatingizni yurak tarınızdan çekken aşkışlık sözler qaysı? Bununda bana nispeten alohida bir ta'sir qilgan so'z bir ideyaning o'zgarishi. Bu ideya qanday ideya desa, tabiatni o'zgartiraman degan ideya bizga tabiatga hurmat qilaman degan ideyaga cho'ng o'zgarish. Bu sifat o'zgarishi. Bizda o'zimiz tabiatni o'zgartimiz deb tabiatning aslidagi qonuniyatlarga hurmat qilmaslik sababi bilan biz nurg'ulg'an ofatlar kelib chiqdi. Shunga buningda bir cho'ng sifat o'zgarish yuz berdi deb qarayman. Bu nihoyat muhim bir so'z bo'ldi. Endi buning ichida tabiatga hurmat qilish, loyiq bilishish va qo'g'dash degan ideya ilgari surilishi bilan tang, buni 4 nuqtada buni konkret sharhlab olgan. Bu 4 nuqtaning birinchisi bo'lsa, davlat zaminidan foydalanish andisini ilg'orlashtirish yoki yaxshilash.
Endi ikkinchi bir nuqtani aytgan vaqtida shu tejashlik jamiyat qurishni ilgari surish. Endi uchinchi bir nuqta aytgan vaqtida shu tabiatni qo'g'dash va ekosistemani qo'g'dash va muhit asrash ideyasini ilgari surish. Buni alohida gaplanadi. Endi to'rtinchi bir nuqta bo'lsa, biz uchun intayin muhim bo'lgan bir nuqta shu ekologiyalik madaniyat qurilishini tuzumlashtirish. Shu dokladda yana bir masalani qo'ygan. Masalan, butun yer sharining ekologiyalik sijilligiga biz to'kib qo'shishimiz kerak degan. Endi bu so'zmi intayin muhim. Endi buningda yana bir muhim bir gavda shu tarbiyani kuchaytirish to'g'risida alohida ta'kidlangan. Tashviqot va tarbiya. Endi Tashqin efendim shu men matbuotlarda doim diqqat qilsam, Şinjanning jug'rofiyasi tunishtirilgan maqolalar bo'lsin yoki asarlarda asosan Şinjanninki shu ekologiyasini tasvirlagan vaqtida cho'l qurg'oq havo klimatga ega. Bo'libmi ojiz ekologiya degan so'zni ko'p ishlatyapmiz. Endi biz yashayotgan ajdodlarimizga nom bergan shu zaminni, shu ekologiyani ojiz ekologiya deb sifatlasak bo'lamdi. Ekologiya nuqtasidan aytganda ekologiyasi ojiz balvoq degan bir hukm bor. Bu qanday deganda ikki xil ekosistema o'rtasidagi bir xil o'tkinchi balvoq yoki o'tish balvoq degan. Buning asosiy alohidaligi birsi ekosistemasining tashqi kuchlarning daxli tarziga qarshi turish iqtidori. Nayt ojiz yoki nachar bo'ladi degan. Yana birsi shu ekosistemaniki turaqligi toza yaxshi emas degan ma'noda chiqadi. Yig'inchoqliganda bu ekosistemadagi jonliqlar zanjiri bir qadar oddiy, oson uzilib ketadigan yoki bo'lmasa ekosistema o'zining tangpunligini oson yo'qotib qo'yadigan. Ekosistemaning o'zini o'zi tabiiy holda asliga keltirish iqtidori tashqi daxli tarzlarning bo'pmi insonlarning ta'siriga qarshi turish iqtidori sal nachar rayonlarni biz ekosistemasi ojiz rayonlar deymiz. Bunga nisbatan aytganda bizning tilimizda hozir nozuk degan so'zni ishlatsak sal muvofiq bo'ldi. Tak qilib chekib qo'ysak aslini yo'qotadi. To'g'ri. Tabiatda 1 santimetr tuproqning hosil bo'lishi uchun 400 yildek vaqt ketadi. Endi biz ma'lum bir doiraning ekosistemasini vayron qiladigan bo'lsak, haliqi 400 yilda nechasi qatlanib o'tgan taqdirdami uning asli kelishi naytda tang degan so'z. Bizning Şinjan ishki quruqlikqa joylashgan. Dengiz okeanlardan naytda yiroq. Atrofda qatma-qat tog'lar bilan qo'rsalgan. O'zining ishki qismida olganda, ya'ni ishki qismi jihatdan olganda, uch cho'ng tog' tizmasi orasiga ikki cho'ng o'ymonlik joylashgan menda bir holat shakllangan. Shunga bizningki mushundaq bir nozuk muhitimizni bilgachga biz ota-bobolarimizdan tortib suv manbasini qo'llashib, bog' bo'stonlarni barpo qilib, mushu ekosistemasi intayin nozuk muhitning 4% qismida yashab kelgan. Abaysiz degan ekosistemaning nozukligi mushada ifodalanganligi uchun ekosistemaning nozuk yeriga tegmay, inson bilan tabiat o'rtasidagi garmonik holatni yoki inoq holatni saqlab kelgan. Karxanadan o'rlashtirganda 50 yil, 100 yillik planlarni tuzish oldidan oilalar o'ltiraqlashgan joy atrofiga, maktab o'rinlari atrofiga hech qachon zavod karxanaga solmaydi. Biz ota-bobolarimizdan tortib suv manbasini qo'llashib, bog' bo'stonlarni barpo qilib, mushu ekosistemasi intayin nozuk muhitning 4% qismida yashab kelgan. Tariximizga qaraydigan bo'lsak, nurg'un qatim shuvarvozlikning qurboni bo'lib ketdik. Endi Mag'firat xonim, balkim Fransiyada 8 yil yashash jarayonida shu Fransuz millatininki yoki hukumat nuqtasidan bo'lsin yoki kishilardagi ong nuqtasidan bo'lsin, ular muhitni asrashga nisbatan qanday ideyasi ilg'or taraflari sizni ta'sir qildi? Fransiyada hukumatning endi bu muhitga e'tibor berib zavod karxanalarni o'rlashtirganda 50 yil, 100 yillik planlarni tuzish oldidan oilalar o'ltiraqlashgan joy atrofiga, maktab o'rinlari atrofiga
hech qachon zavod korxonalar solmaydi ekan. Buni uni yiroq joylarga silishtirdi. Endi zavod korxonalardan chiqarilgan keraksiz bulg'ulum moddalarni buni bartaraf qilish texnikasi intayin yuqori ekan. Ham bir qancha yillardan buyon iqtisodiy krizis yuzladi, Fransiya bu orqali o'zining ba'zi zavod korxonalarini boshqa davlatlarda privat zavod korxonalarini bunday qilish orqali endi ko'proq bulg'uni shu davlatlarda qilib qilyapti. Fransuzlarninki muhitida endi mening bular endi o'zi yashayotgan shu muhitni tashkil qiluvchi omil boy degandek suv dedik, mana tuproq dedik, havo dedik, o'simlik, jonliqlar, boylik bularni intayin qadrlaydi ekan. Bu jihatdan oddiy misolga olsam, yo'lda shahar ishlari qaraydigan bo'lsak, bir axlatlarni turlarga bo'lib ayiradigan odat. Qarasak bir axlat sanduqlari bor, bu sanduqlarda har xil tipdagi axlatlarni turlarga bo'lib tashlaydigan gap. Bu tashlaganda endi mayli mo'maylarning ko'rish uchun, yosh kichik bolalarning asaraq farqlantirish uchun bu axlat sanduqlarga chiroyli shu tashlaydigan narsalarning rasmlarini chizib qo'ydi. Ondan buni bir taraf qilgan mashinalar, o'xshamagan tipdagi mashinalar ilib ketadi shu vaqtning o'zida. Bular suvni shunda asraydi, suv boyligi mo'l. Shunda turimiz asraydi. Men bir mo'mayning qorasida o'tirman, bildi. Ash mo'may yomg'ir yoqqanda bir ko'chakda bir yasab qo'ydi. Shunga suv tushib, suv yig'ilgan suvni o'zdagi uydagi bağları var, güllerini östürüp, gülbaraqni şunu sug'urish qilishdi oddiy suvdan tartibda. Endi ballarım suyning mo'yimligi, havoning mo'yimligi shunday tarbiyani kuchaytirdi ekan. Ondan ikkinchisi qilgan kitob materiallarni endi boshlang'ich maktabdan tartib 10 sinf qadar bo'lganlikda bizning miyadagidek har yil bolalar kitob materiallarini taqitadigan bunday ahvol yo'q ekan. Bu kitap material bir qancha yil takror ishlatildi ekan. Buni o'quvchilar ismini yozib etmaydi, xohlagancha bo'yab jilab ketmaydi ekanmiz. Mish orqali ham bu bolalarım deymiz, kitap material qog'ozning yasalishiga nazar solib boqayli. Bu nimadan yasaladi? Nurg'unlagan yeshilliklarni buzish to'g'ri keldi, qog'oz material, kitap material. Undan boshqa isrofchilikning oldini oldi. Oliy maktabda endi. Oliy maktabda bo'lsa hamma qarsak kichik e'lonlarni ko'ramiz. Bu e'londa masalan men yangi o'qishga borgan vaqtimda geografiyaga 2-3 yilliklar ma kitoblarni 40 koy, 50 koy algan kitapların aran 5 koy, 2-3 koy setip tuttu. Taşlap etkeninin ornu mişine paylansın başkalar. O pulga beyip ketmeydi. Bularning muhit intayin yuqur. Başkalar paylansın der setip tuttu. Kiçik ilanlarını çıkarıp koydu setimiz. Aile saymallarını desekmiş, çoğunlağı desekmiş. İşletmeydiğen televizorları deydi. Artıkça işletmeydiğen nesini olsa ya ilan çıkarıp koydu. Setip durdu azan. Bir kahvenin ornunda. Kiyim keçkini qanday qildi ekan desek, o kiyim keçkini Qızıl Kırık Cemiyeti'de bir cemiyet var. Şunun operatöki. Ya ki bularning iddiasi de ortiqcha kiyim kechakni chiqolmaydi. Bu israfchilik, bu axlat olib tashlanib ketadi. Eşem deremden Alişir efendim. Bu qitimqi dokladda bayam degandek, şu ekologiya madaniyligi tuzumlashtirish degan gap kishilarning ko'ngliga bek yoqdi deb qaraydi. Ammo shu tuzumlashtirish degan gap bilan hozirgi xalqim taraqqiyot va Shinjongchi ruh degan so'zlarning o'tirisida to'qinish yo'qdi. Buni qanday bir taraf qilamiz? Endi bu so'zlarning amaliyotda bayatchatni aytqanda buningda asli hech qanday bizning ekologik madaniyat qurishi yoki bizning muhit asrashimiz yoki o'zimizning muhitini go'zal qurib chiqishimiz bilan hech qanday cho'ng to'qinish yo'q bo'lish kerak edi. Lekin bu yerda bir masala nima desa, biz tariximizga qaraydigan bo'lsak, nurg'un qatim shuvarvozlikning qurboni bo'lib ketdi. Cho'ng sakrab ilgirlash deblar tog'dagi o'rmonni kesdik, tog'larni ko'lidik. Endi undan keyingi yaqingi mezgillarga qaraydigan bo'lsak, madaniyat zo'r inqilobi deb qandaq zo'r inqilob qilishimizni o'zimiz bilmay turib madaniyat zo'r inqilob qildik deb nurg'un isil an'anaviy madaniyatlarimizni nobud qilib, yangi yaxshi madaniyatlarni yo'l qo'yib bo'lmay, jamiyatda nurg'un cho'ng buzilishlar bo'lib ketdi. Endi undan keyin yaqinroq davrlarga yana qaraydigan bo'lsak, bizda shu islohot echib o'tish bo'lgandan keyin nurg'un korxonalarni qurdik. Taraqqiy qildik deb zavod qurishni taraqqiyot deb keldik. Hamma ish pulga qaraydigan bo'lib qoldik. Shuning bilan pul hukmronlik qilgan bir sharoitda biz aqlimizni asosiyatni yo'qotdik. Shuning uchun Jungodagi nurg'un insonlar yashashda, masalan, shu zimindagi jannat deb atalgan shu Suzhou, Hangzhoulardimi nayt bulg'unish eg'irib ketdi. Masalan, Donhu ko'llardimi hozir cho'ng tuzashib boramiz deb nurg'un xizmatlar berildi. Ham biz ham o'zimizning rayoniga qaraydigan bo'lsak, bizning hamda yaqinqi shu ko'z oldimizda bir 5-10 yilning oldiga qaraydigan bo'lsak, bizda bir oq, bir qora degan strategiyani yo'l qo'ydik. Bir qora neft. Bizde neft boyligi bor. Neft boyligini cho'rdiga asosda biz iqtisodimizni taraqqiy qildirsak, bo'ladi albatta. Bir oq deganimiz kevaz. Ammo bu kevaz terish orqali dehqonlar beydi. Haqiqatan to'g'ri. Ammo bu yerda bir xatolik nima bo'ldi desa, bir oq, bir qora deb atrofdagi boshqa yeshil, qizil degan narsalarni unutib ketdi.
bir dehqon etizning qirig'i qo'g'in tovush tersa ma kevazning o'sishiga ta'sir etadi deb buni zulbat shuning bilan nima bo'ldi desa ma bir oq bir qora degan shuar bizga to'g'ri bir nishonni taxminan ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo konkret ijro qilish jarayonida nurg'unlagan so'lchiliklar yuz berdi. Endi biz hozir qarsak endi xalqimiz taraqqiyotga o'tirib qo'ydik, Shinjongchi unum degan o'tirib qo'ydik. Endi xalqimiz taraqqiyot degan bu alqish degan so'zning o'zining so'z ma'nosini qarsak bu sakrab ilgirlash. Yaqin kelib qoldi. Agar biz sakrab ilgirlaymiz deb o'zimizning qadamidan cho'ng qadamni olib qo'ysak, cho'qim yiqilib tushamiz. Shuning uchun biz bu alqish degan so'zning aniqlamasini cho'qim to'g'ri berishimiz ham mush aniqlamani shakllangan asosda kontrol qilishimiz kerak. Masalan, endi biz unum degan nima bu vaqtning unumi bo'ldi, iqtisodning unumi bo'ldi. Biz zodi qaysi unumni ko'rsatamiz? Voy biz Shinjongchi unum qilibdik. Ma qurilishniki muhit bog'lash ishini asli 3 oy vaqt ketadi desa, yo'q, sen 3 kun tursa, Shinjongchi unum yaratamiz deb ma'qul so'lchilik tatbiq qilgan bo'lsa, bu chaqda bizga bu bir ofat keltirib chiqadi. Shuning uchun buni yenilib berdi nima desa, hukumat mushkildagi shuarlarni o'tirib qo'ygan vaqtimizda, tashabbuslarni o'tirib qo'ygan vaqtimizda biz nihoyatda sagaklik bilan uning ijobiy tarafi bilan tang salbiy tarafini oldin mo'ljallashimiz ham tegishli tadbirlarni qo'llanishimiz kerak. Tashqinqa biz odatda qaraydigan bo'lsak, masalan, bizning xalqimizning folklor madaniyatida boyliqlarimizda bizning o'lmas qo'shoqlarimiz bor. Uningdagi hikmatli maqol tamsillarimiz bor. Uningdan boshqa tavarruk yer joy nomlari bor Shinjongning. Mo'shularda balki muhit engiga doir nurg'un besharatlar ko'p qo' deyman. Haqiqatan biz ota-bobamiz mushu ana tuproqda tarixdan buyon makon tutib yashab, mushu bizning boy degan nozuk ekosistemamizni tunib, tabiatni qadrlashni, tabiatni asrashni bilgan. Mushu jarayonda ota-bobolarimiz nihoyatda yaxshi an'anaviy muhit ilmini yoki ekologiya ilmini hozirgi tilda aytsak shunday bo'ldi shakllantirgan. Bizning ba'zi qo'shoqlarimizda bo'pmi mahalliy ba'zi rayon xarakterli qo'shoqlarimizda bunday masalalar mavjud ko'p. Masalan olsak, daryolarga kelgan suv har to'qayda to'xtaydi, ko'nglimdagi shu yarim qizil gulga o'xshaydi. Yomg'ir yog'di, ko'l bo'ldi, bosh etaklar ho'l bo'ldi, o'zlarini ko'gicha yurak kuyib cho'l bo'ldi. Mushlar orqali bizning ota-bobolarimiz, bizning xalqimiz cho'l degan nima, ko'l degan nima, daryo degan nima, mushu hukmlarni naqshi misralarni qo'shoqlar orqali ifodalashni tushunib turibmiz. Shunga o'xshash nihoyat yaxshi maqol tamsillarimiz bor. Masalan, nihoyat ko'p uchraydigan bir tamsil shamol chiqmasa daraxt lingshimaydi. Bir tarafdan yeşillik bo'stonlarni tasvirlasak, yana bir tarafdan tabiatning qonuniyatini, ba'zi hadislarni mana tasvirlayapmiz. Shunga o'xshash bulbul taqi ko'nmas kaklik baqqa. Qushlarning qanday makonni tanlab yashaydigan qonuniyatni bilganligi mushundan chiqib turdi. Ya'ni misol olsak, suv ketsa tosh qoladi, o'sma ketsa qosh qoladi. Bumi tabiatni bilganlikning bir namoyandasi. Yemi namert aşini ajlıksını öldürsün mü, ötme namert kövrügiden selsini aktırsın mı? Bu temsillerimiz mi? Sel, kıyan, kelkün, apat, bayatın gepni kıldık. Çılanını çöl gittik, encirini köl gittik. Yerin taş bolsa, içkin baş bolsun. Tamçı suda tal kökürüdü. Bizning ne kadar kurgak muhitte yaşaydıgan, bir tamçı sudun mu, kuyaşının nurlanğınlığını his kılalaydıganlığımız ne? Bir tamçı sunun mu, bir daraxtni kökaytırlaydigan rolunun bağlığını tunup yetkenligimizden en tipik misalları. Tügünü görüp, tügünü kömepti o degan tamçı. Bizning çöl jazirlimizde çöl kemisi töge. Bu şu muhitimizde tögünün ne kadar mühimliğine ma temsil arkalık ifadeler veriyorlar. Bayatın dediğimiz yer namlarımızı kelsek, öz yaşayatkan yer namlarını naati çıraylık, ixcham, ma'nilik namlar bilan atab kelgan. Masalan, coğrafiyalık taraflarını ata-bobolarimiz bilgan. Xotan daryosi ikki daryodan qo'shiladi. Shuningda Qaraqash daryosi, Yurunqash daryosi. Biri kun chiqish tarafda, kun chiqadigan tarafda bo'lganligi uchun Yurunqash, yana biri kun petish, qarong'u bo'lgan tarafda bo'lganligi uchun Qaraqash degandek nomlar bilan yer nomlarini ifodalagan. Shunga o'xshash Oqsaychin, Oyoqqum, Orqitog' deganga o'xshashlar hozirgi coğrafiya nuqtasini aytganda taraf yo'nalishlarni belgilaydigan yer nomlarining tipik misoli. Shunga o'xshash ba'zi yer shakli alohidaligiga asosan tabiatni tunib chiroyli nomlarni bergan. Bunaqa misol olsak,
Yarg'ol shu qadimiy shaharning ikki yonining o'rtasida, ikki qo'lning o'rtasida tik turgan mustaq bir yarni tushuntiradigan bir misol. Egizya Yemisada. Uningdan boshqa O'ybag, Do'ngtam, Qumtog, Cho'ltog, Do'ngqo'tan, Do'ngmaza, mana Muzdavan, Davanching, Talkining davini, Qizilqum, bularning hammasi o'zimiz yashagan tabiatni toniganligimizdan, yashaklikni bilganligimizdan namoyandasi. Yana masalan su boyligiga asosan Oqsu, Qizilsu, Yamansu, Ochiqko'l, Shikako'l, Dashko'l, Mingbuloq, Orshaq, Boshbuloq degan o'xshash nurg'un nomlarni misol keltirildi. Yana masalan klimatga oid Shamolbog', Shamolliq, Yomg'irliq, Qarliqtog' degan o'xshashlar. Bu tabiiy boyliqlarni to'nib yetganligimizga misol bo'ldigan nomlardan Oltuntog', Qarimay dunyo bo'yicha Uyg'ur tilida atalgan boyligiga asosan qo'yilgan yer nomi bu hozir neft shahriga aylandi. Maytog', Kumush, Maybuloq degan o'xshash nomlar. O'simliklarni to'nib, shu o'simliklarga asosan qo'yilgan nomlardan Shapko'l, Gulsoy, Gulbog', Gultakcha, Jikanko'l, Almali, Qo'rg'atsa. Aslida Almiliq degan so'z. Bu bizning tarixda qo'llangan bir nomimiz. Şunun o'xshash yulg'unliq, to'g'raqliq degan o'xshash nomlarimiz intayin ko'p. Şinjan'da qumluş, qurg'aqlash nihoyat ig'ir bo'lib ketdi. Hozirmish Teklimakkan qumliqi har yili 1 metrdan kengayyotir. Hozir bizning yashayotgan yeşil bo'stonliqlarimiz har yili 2 o'rimchiga teng joy azlab ketadi. Bu haqiqatan hammamizni cho'nqur o'yuq soldigan qo'rqinchli ahvol. Buning sabablari nurg'un yuqoridan deb o'tdi. Birisi shu bizningki tabiiy ofat tufaylidan bo'lsa, ko'pincha ahvollar insonlarningki tabiiy boyliqlarni haddidan ziyoda shu qizish, tabiatdan haddidan ziyoda foydalanishdan kelib chiqdi. Endi tabiatdan foydalanmasak bo'lmaydi. Lekin haddidan eshib ketsak, tabiat mushnaq bizni o'ch oladi. Hozirgi bo'layotgan barliq ofatlarning hammasi tabiatdan haddidan ortiq foydalanib, tabiatning asli kelish qonuniga moslashmaganligimizdan ekologik tengpunklikning buzilishidan kelib chiqqan. Mayli oliy maktab o'quvchilari bo'lsin, mayli dehqonlar bo'lsin, mayli jamiyatdagi boshqa har xil qatlamli kishilar bo'lsin, o'zimizniki shaxsiy muhitni asrashimiz nihoyat kuchli. Lekin mush ko'chalarga chiqsak, ommaviy, ya'ni shaxsiy tava bo'lmagan muhitlarimizni asrash, qo'g'dashimiz nihoyat kuchli. Shunga ommaviy muhitni bir qadar yuqori ko'tarish to'g'ri keldi. Shunga Uyg'urlarning an'anaviy axloq qarashini har bir oilada, har bir oila boshqalari o'zininki farzandlariga singdirib, axloq qarash tarbiyasini kuchaytirib, mush bolalarda kichikdan boshlab bo'lgan yomon bo'ldi degan ideyani singdirish orqali o'zimizning mush muhitimizni qo'g'dab, o'zimizga bundan yaxshi, go'zal, baxtli bir muhit yaratish uchun tirishib ko'rsatishimiz kerak. Hozir bir qism kishilarimiz o'zining yurtini shu tog'lardagidek go'zal qilish maqsadida tog'lardagi shu qarg'aylarni yo'tkab olib, o'zining shu maskanmaydigan qurg'oq shu rayonlarga shamshat, qarg'ay degan narsalarni tikyotdi. Endi bu yerda buni yo'tkab olib uchun qanchalik mablag' ketyotdi. Mana shu boshqurg'uvchilarning mana bo'lgan engini ozroq o'stirsak, bizning jamiyatimiz o'zining nozikligidan texnik mukammal bo'lgan bir muhit quzilmasiga kiradi deb o'ylayman. Agar insonlar o'zi yashayotgan muhitning tinimsiz nacharlashib ketishiga qarab turilgan bo'lsa, yer sharida qiladigan bir tomchi suv o'zining ko'z ichi bo'ldi xolos. Anda ajdodlarimizniki an'anaviy muhit engiga varislik qilayli. Kelgusi avlodlarimizni nisbatan kelgusi avlodlarimizni muhit suyar qilib tarbiyalab chiqaylik. Bizdeki eng kuchli bo'lgan shu hukumat organlarining, hukumatning shu ekologik madaniyat qurilishidagi funksiyalik rolini, yetakchilik rolini, boshlamchilik rolini avangardlik bilan, aktivlik bilan joriy qildirib bersa deydigan yurak so'z. Muhitga ko'ngil bo'lish bir jamiyatning kasal yoki sog'lomligini, bir odamning safoliq yoki safosizligini o'lchaydigan muhim o'lcham. Biz qo'l tutishib, birlikda go'zal jamiyat, sog'lom jamiyat barpo qilaylik. Safoliq yashashga tirishaylik. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.